Yorqin rang, zamonaviy ko'rinish, 90 razmerdagi divanimizda uchta qulaylik masalaga hozir birma-bir obzorni qilib beraman. Birinchi qulaylik, o'tirganingizda yumshoq materiallarini, parallellarini yumshoq material paralleldan qilib berganmiz. Qo'l qo'yganda udobniy bo'lish uchun yastuklarni ham yumshoq qilib berganmiz. Bu materialimizga kir bo'lib qolishdan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Mo'yishli material, bemalol yuvib ishlataverasizlar. İkinci qulayligimizda buni tegini ochganingizda sanduq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham akkuratniy, e'tibor bilan yasaganmiz. Kerak emas narsalarni shu yerga taxlab qo'yaverasizlar. Uchinchi qulaylik, bu yog'ini yotqizganingizda kravat bo'ladi. Kishi bemalol dam olsanglar bo'ladi. Uchta qulaylikni ko'rsatib o'tib ketdim. Sizlarga ham shunaqa divan kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz xohlagan rangda, xohlagan materialda tayyorlab beramiz. Prime mebelda har doim qisqa vaqtda, yuqori sifatda va qulay narxlarda tayyorlab beramiz. Sizlarni ham tanishinglar shunaqa divan qidirib yurgan bo'lsa, tanishinglarga bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, pastki nomerdagi aloqaga chiqaverasizlar.